Assalomu alaykum, parandish quvozlari. Hop, mana adliya jo'jalarimiz 45 kunlik bo'lishdi. Tashqarida yomg'ir yoqqani uchun enasini qo'shib qo'yganman hozir. Bir oyligida yetim tashagan. Hozir yana kurkiga yaqinlashib qoldi. Bu kattayimiz ozgina kichiklik qilyapti. Nazarimda o'sha endi shu xo'rozlarni ajratyapman. 5 ta kattaroq xo'rozimiz bor. Xo'rozini ajratib ko'rsataman sizlarga. Mana bunimiz rekordchi jo'ja xo'rozimiz 39 kunligida qichqirgan. Hozir bunimiz 45 kunlik bo'lishdi bugun. Xudo xolasa uni ko'chiryapmiz yangi katakka. Do'stlar, 5 ta jo'ja xo'rozimizni ajratib oldik bu yer tandurdagi. Qani alohida vaqt ko'ramiz shu beshalasini. Natijasini yana ko'ramiz. Hop, mana bu yer avval pitlarida, shuning uchun taxtakani chiqardi. Vaqmay qo'yuvdim bu yerda. Endi bu yerda 4 kun yaxshilab dezinfeksiya qildim. Endi dus degan nimasi bor ekan. Kulga aralashtirib sepdim katakka. Bugun sepib mana baklashkadan suv idish, don idish qilib qo'yib qo'ydim. Qani pit chiqmasa bo'ldi ishqilib. Katagimizda 6 ta jo'ja qoldi. Bularda bittasi xo'roz chiqishi mumkin, bularda ham. Menimcha 6 ta xo'roz, 5 ta makon chiqdi. Yomon emas, pashta 50 kunlik. Narigilar bulardan 13 kun kichikroq. Ularimiz ko'p xo'roz, 4 ta xo'roz, 2 ta makon ekan shunaqa. Bularimiz holati, bular 32 kunlik bo'lishdi. Bitta u avstralop bor bitta. Boshlanishiga yaxshi o'smayotdi. Keyin u yaxshi o'sib ketdi, yaxshi hozir yetib olib qolganlariga. Adliyalar lekin juda ham zo'r, yaxshi o'sishar ekan. Uncha kasal bo'lmaydi ekan, yaxshi ekan. Hop, azizlar, bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha